Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. 2026-yil iyul-avgust oylariga umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan rasmiy ofisiga keldik. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qayerdan boriladi, qanday boriladi va shart-sharoitlari qanday va mehmonxonalarning oraliq masofalari qanday, shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying azizlar. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umramiz 14 kunlik bo'lib, 14 kunlik umra safarida 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi inshaalloh. Xo'p, mehmonxonalarimizga kelsak, mehmonxonalarimiz 4 yulduzli gastitsali mehmonxonalar. Mehmonxonalarning oraliq masofasi Madinada 250-300 metr, Makkada esa 700-800 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada xohlang piyoda borib keling, xohlang avtobusda borib keling. Avtobusda ham, piyoda ham yursangiz bo'ladi bemalol azizlar. Azizlar, ovqatlarga keladigan bo'lsak, ovqatlari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda Madinada sayohatlarimizga keladigan bo'lsak, Qiblatayim, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga sayohatlar bo'ladi hamda Qur'on bosma xonalariga sayohatlar bo'ladi azizlar. Makkaga keladigan bo'lsak, Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga bonus bo'lib Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz haftaning har seshanbasiga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftaning har chorshanbasiga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Narxlari $1050 bo'lib belgilandi. Agarda siz Oliyjanoblar YouTube kanalidan qo'ng'iroq qilsangiz, chegirmalar qilib beramiz azizlar. Hamda 7 kishidan ko'proq bo'lsangiz, yana bitta chegirma qilib beramiz. Chegirma ustiga chegirma bo'ldi azizlar. Xudo xohlasa, bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, Centrum Holidays firmasidan tomonidan beriladigan sovg'alar bor azizlar. Misol uchun mana yostiqcha, kamzilcha hamda sumka hamda bejik beriladi. Bularning hammasi aeroportga borilganda aeroportda beriladi, xudo xolasa. Agarda siz uzoqdan chet eldan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, tabrik qilmoqchi bo'lsangiz, bizga WhatsAppdan yoki Telegramdan murojaat qilsangiz, biz mana bunday sertifikatlar qilib, firmamiz nomidan bitta gulni olib, borib, sizlarning nomlaringizdan xudo xolasa tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p, to'lovlarga keladigan bo'lsak azizlar, to'lovlari uzoqda bo'lsangiz WhatsApp, Telegramdan murojaat qiling. Biz Centrum Holidays shot raqamlarini sizga tashlaymiz. Siz bizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofisidan kirib, Centrum Holidays shot raqamiga pul tushirib, chekini obязательно ko'rsatsangiz, o'z joyingiz bron bo'ladi azizlar. Agar yaqinroq joyda bo'lsangiz, Marg'ilonda, O'ramda joylashgan ofisimiz, kelib, azizlar, rasmiy kassalarga bemalol to'lov qilsangiz bo'ladi. Bu yerda rasmiy kassalar bor O'zbekistonda azizlar. Bugungi syomkamiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, o'zingizga yaqin bo'lgan insonlarga jo'natib qo'ying. Barchamizga nasib qilsin deb kommentariya yozib ketishingizni kutib qolamiz azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.